Abror aka, tish qiyshiqliklarini to'g'rilash uchun qancha vaqt ketishi mumkin? Odatda bemorda tish qiyshiqlarini davolash o'rtacha 1-2 yil atrofi vaqt olishi mumkin. Bemorda tish qiyshiqlarini davolash muddatini biz bemorda turli xil tekshiruvlarni o'tkazganimizdan keyin aniq tashxis qo'yib, shundan keyin bemorga qancha vaqt ketishini ayta olishimiz mumkin. Buning uchun bizga bemorning yuzining tashqi ko'rinishi hamda og'iz bo'shlig'ida tishlarning holatini tekshirib ko'ramiz. Shuningdek bizga bemorning yuz sohasining 3 o'lchamli rentgeni hamda yon tomondan tushgan rentgeni kerak bo'ladi. Shu kabi tekshiruvlarni tahlil qilib, bemorga qancha vaqt ketishini aytishimiz mumkin. Bu o'z navbatida shifokorning malakasiga hamda bemorning tavsiyalariga vaqtida amal qilishiga ham bog'liq tarzda o'zgarishi mumkin. Agarda sizda yoki farzandlaringizda shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz sizga yaqindan yordam ko'rsatamiz.